Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ko'rib turganingizdek biz yana jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi binosida turibmiz. Bir narsani ta'kidlash joizki, hozirgi kunda mana shu advokatlar sayin harakati bilan qolaversa mana shu sudlarda odil sudlarning borayotganligini, fuqarolarimiz haqlari himoya qilinayotganligini eshitib, o'z ko'zimiz bilan ko'rganimiz bu bizni benihoya xursand qilib, baxtiyor qilmoqda. Avval xabar berganimizdek, esingizda bo'lsa, advokatimiz ya'ni himoyachi Avazaka Nutfullayev mana shu fuqarolarimizni haqlarini himoya qilib, o'sha sudda g'olib chiqqanliklari borasida bizlarga o'zimizning lavhamizni e'tiboringizga havola etgan edik. Bugun ham mana shu Buxoro shahar advokatlar palatasi a'zosi advokat Avaz Nutfullayev himoyasida ishlar bo'yicha Buxoro shahar sudi binosida yana bir ma'muriy ish ko'rib chiqildi va mana shu ma'muriy ishda avval aytganimizdek himoyachi ya'ni advokat Avaz Nutfullayev mana shu fuqaromiz huquqlarini himoya qilib, bugun bevosita bizning tilimizda, sizning tilingizda, xalq tilida g'alaba qozondi desa to'g'ri bo'ladi. Keling mana shu holat bo'yicha advokatimiz Avazaka Nutfullayevga demak yuzlansak. Avazaka, mana shu qanchalik bu safar mana shu jarayonni tasvirga olmagan bo'lsak-da, erkin tinglovchi sifatida biz mana shu sud jarayonida ishtirok etdik va sizni mana shu to'lib, toshib, qanchalik mana shu protsessual harakatlaringizni ko'rdikda. Keling mana shu jarayonlar to'g'risida o'zingiz tomoshabinlaringizga gapirib bersangiz, holat qanaqa bo'lgan edi? Mana shu ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan qanaqangi bir kamchiliklarga yo'l qo'yilib, mana shu fuqarolarimiz sudga davr keldi va bugun mana shu fuqaromizning huquqlari, sizning himoyangizdagi fuqaromizni huquqi tiklandi. Mana shular to'g'risida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun 7-oktyabr 2025-yil kuni jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida Halimov, ya'ni himoya ostida bo'lgan Halimovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-modda 1-qismi bilan aybli deb uchastka nozirlarimiz unga hujjatlarni to'plab, ya'ni ish o'rnida, o'sha ishlash joyida borib sovuq qurol deb uni o'sha aynan ish qurollari bilan birgalikda turgan pichoqni olib, ular o'sha olingan pichoqni даже o'sha holat, ya'ni qayerdan olgan bo'lsalar-da, o'sha joyida protsessual xatoliklarga yo'l qo'yib, o'sha olingan sovuq qurol deb ular namoyish etgan hujjatlarda, barcha hujjatlarda ko'rsatib o'tilgan o'sha pichoqni o'sha Halimov, ya'ni himoyam ostida bo'lgan Halimov fuqaroni ish joyidan, ya'ni qabristondan olib kabinetlariga, xizmat xonalariga olib borib, keyin o'sha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirganliklarini asoslab bu demak o'zi protsessual xato ekanligini isbotlab. Protsessual xato ekanligini, chunki har bir o'sha daliliy ashyo bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni olayotganda ikkita xolis ishtirokida protsessual, ya'ni o'sha holat yuz bergan joyda hujjatlashtirib, keyingina uni ish bo'yicha hujjatlarga taqdim qilish mumkin edi. Uchastka nozirlari tomonidan protsessual xatolar bo'lganligi o'sha sud jarayonida asoslantirib berildi va o'sha ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida sudya bo'lib ishlab kelayotgan Farruxjon Qahhorov buni sinchkovlik bilan o'sha men asoslantirib bergan barcha to'plangan hujjatlardan e'tibor berib, mana shu ya'ni himoyam ostidagi Halimovning ko'rsatmalarini sud tergovida sinchkovlik bilan ko'rib chiqib, qonuniy baho berdilar. Hamda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-modda 1-qismiga asosan huquqbuzarlik hodisasi, ya'ni alomatlari bo'lmaganligi sababli 271-modda 1-qismiga asosan ish harakatdan tugatildi. Himoya ostidagi Halimov esa oqlandi. Uni harakatlar o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda, ya'ni uchastka nozirlari tomonidan unga ayb, bir tomonlama ayb qo'yib sudga taqdim qilganliklari yaqqol namoyon bo'ldi.
biz tashakkur deymiz, rahmat aytamiz. Mana shu jinoiy ishlar bo'yicha Buxoro shahar sudlariga, ayniqsa mana shu Qahhor Farruxjonga rahmat deymiz. Shunaqa hamisha odilona, haq, har tomonlama sinchkovlik bilan ishlarni ko'rib chiqishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz, ulkan zafarlar tilaymiz. Rahmat deymiz yana bir. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bu demak mana shu himoyachimiz Avaz aka Nutfulayevni mana shu ikkinchi ishlarini biz sizning e'tiboringizga havola etyapmiz va ikkinchi ishda mana shu 271-moddani qo'llagan holda mana shu protsessual tarzdagi olib borgan ishlarni demak xato bo'lganligini isbotlab g'olib chiqqanliklari bilan biz Avaz aka sizni tabriklaymiz. Istardikki mana shu haqiqatda siz mana shu har qanday olgan xoh ma'muriy bo'lsin, xoh jinoiy ish bo'ladimi, doimo mana shu g'alaba qozonib chiqqaningizni mana shu Buxoro sharif ahli bilan umuman bizni kuzatib borayotgan jamoamiz, tahririyatimizni a'zolari, ishtirokchilarimiz, kuzatuvchilarimiz bilan birgalikda demak eshitib shuna xursand bo'lishni istardik. Shundan birgalikda mana shu doimiy ravishda biz mana o'zimiz guvoh bo'lgan tarzdagi oqilona chiqarib sud qarorlarini to'g'risini aytganda mana biz ham hayajondamiz, xursandchiligimiz ham. Mana shu oqilona tarzda demak sud qarorini qabul qilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi sudyasi Farruh Qahhorovga minnatdorchilik bildirgan holda kelajakdagi ishlarga omad tilaymiz va o'ylaymizki, mana shu sudlar doimiy ravishda oqilona, sinchkovlik bilan o'rganiladi va kim bo'lishidan qat'iy nazar ularning haq-huquqlari, manfaatlari qonuniy himoya qilinadi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizlarni mana shunaqangi xursandchilik so'zlari bilan, yaxshi bir efirlar bilan sizlarni demak e'tiboringizga havola etishda davom etamiz.